Samarqand shahri Pavarot choy fabrikani yonidagi JK Bagishamal Cityda 3 xonali katta kvartira so'raganlar uchun zudlik bilan mana 3 xonali kvartira sotuvga chiqyapti. Kirganimizdan shunaqa prixojaya zona plus TV zona bizni kutib oladi. Katta mehmonxona zal qismi qarang qanaqa gastinniy. Ikkita balkoni bor kvartiramizda. Televizor, mebellari, jihozlari yap-yangi, patologlari baland, 5-qavatda bo'lgani bilan lifti bor akajon. Alohida sanuzel qismlari bo'lyapti qarang. Hojatxona, vannay komnata. Koridorlar mana oshxona, spalnya, detskiy bo'lyapti. Mana bu detskiy qismidan boshlaymiz. Bitta televizorcha olasiz, bitta konditsioner olasiz, bolajonlaringiz mazza qilib yashashadi mana bu yerda. Rahmat deb yuborishadi oxirida. Dadajon, ayajon, rahmat shunaqa uy olib berganingizga deb. Ikkinchi balkon qismi bo'lyapti. Mana bu spalnya zona bo'lyapti aka. Dahshat. Yashab o'rardingizmi yo'qmi? Jon deb yashab o'rardim oilam bilan. Patologlarni qarang qanaqa baland. 3 metrdan ham baland bo'lsa kerak. Oshxona qismi bo'lyapti aka. 95 kvadrat boy aytdimmi yo'qmi qarang, salafanlarda turibdi hali hamma narsasi. Yap-yangi kvartira. Kuxinni garniturlarini qarang qanaqa. Вообще dahshat. 122 ming AQSh dollari startovi narxi bo'lyapti, kelishiladigan joylari bor. Xudo xolasa nasib bo'lsa, agar rastroshkaga ham gaplashsak bo'ladi. Pastdagi raqamlarga bemalol kuni-tun telefon qilsangiz bo'ladi. Telegramga ham javob beramiz.